Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Xudo xolasa o'zimizni qo'ylarimizni bugun sizlarga birma-bir tanishtirib, xudo xolasa o'zimizdan qo'yib keldik, mana bunaqa sotishga, xudo xolasa qiziqqanlarga tavsiya qilaveramiz. Akalar, birinchi partiyamizga urg'ochi, mana bunaqa yaxshisidan. Bugun xudo xolasa sizlarga bir 3-4 partiya chiroyli qilib mana bunaqa yaxshi to'qlilardan, egizchilardan yetib kelgan. Mana shu ikkalasi ham egizchi. Sizlarga yetkazamiz. Bugun akalar, syomkalarimiz biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepao'rg'on qishlog'ida syomka qilyapmiz. Akalar, bugun hafta kunimizga yakshanba, hammaga dam olish kuni xayrli va barakotli bo'lsin deya biz syomkalarimizni boshladik akalar. Bugun sanamiz 28-dekabr. Mana birinchi partiyamizga urg'ochilar, mana to'qli variantidan egizchi. Mana qiziqqanlarga tavsiya qilaveramiz. Zo'rida, mana quloqlari ham butun. Xudo xolasa chiroyli narsalar ekan mana. Obunachilar zo'ridan mana. Istakuladi qarang chiroyliligini. Bular akalar yoshiga o'ylayga kelgan bo'lsak 6 oylik. Qo'zilar ikkalasi ham urg'ochi. Mana bitta obunachi olib qo'yib qo'ygani tavsiya qilib qolamiz mana zo'ridan. Qo'ylarni qarang, istakulari hamma yo'g'i chiroyli. Borib yedirib, ichirib sinab olsa bemalol. Qo'y yo'qsa keyin pul sanaverasizlar. Mana bu narxi kelgan bo'lsa akalar 8,5 million so'mga ikkalasini Toshkentgacha dostavkasi ichida yetkazib olib borib beramiz. Bemalol yedirib, ichirib sinab olaverasizlar mana. Sekin qo'rada o'zim sherik yo'qligiga sekin bularni birma-bir qo'ldan kelgancha sizlarga narxlarini, hamma yo'g'ini yoritib boryapman akalar. Zo'rida mana. Ishqozlari bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Stekular hamma yo'g'i kelishgan, quloqlar butun. Hamma yo'g'i ideal darajada. 8,5 million so'm bo'lsa, Toshkentgacha dostavkasi ichida yetkazib olib borib beramiz. Mana yuzlarini, tiniqligini. Hamma yo'g'i joyida. Yo'qsa biz akalar keyingi partiyamizga o'tamiz. Videoni oxirigacha erinmasdan ko'rib turinglar. Mana keyingi partiyamizga ikkalasi urg'ochi. Mana ekazak bular ham. Ishonchli 100% garantiyasi bor. Qiziqqanlarga tavsiya qilamiz. Ikkalasi ham urg'ochi variantida mana. Bemalol yedirib, ichirib sinab olaverasizlar. Yedisizmi muammosi yo'q mana. Dumbalar ham tikka dumba. Eri dumba. Yurishtirishlari bo'lganlar. O'ta ham ideal darajada. Mana qaranglar, o'ta ham idealidan. Xo'p akalar, bular narxiga keladigan bo'lsak 8,200,000 so'mga Toshkentgacha dostavkasi ichida yetkazib olib borib beramiz. Urg'ochi varianti, ekazak. Yoshliklari 6 oylik atrofidagi qo'zilar. Mana urg'och. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qaranglar, o'ta ham zo'rida. Qo'y qilib tarbiyalab olaman deganlarga 8,200,000 so'mga Toshkentgacha dostavkasi ichida. Mana. Bemalol aloqaga chiqaveringlar akalar. Yo'qsa biz keyingi partiyalarimizni olib chiqamiz. Akalar, keyingi partiyamizga mana to'qli variantidan urg'ochilar. Bu yerda soni 8 dona. Qiziqqanlarga tavsiya qilamiz. Qo'zi jonivorlar hali hammasi 6 oylik atrofidagi, 5,5-6 oylik atrofidagi qo'zilar. Bari mana. Hammasi urg'ochi, qo'y qo'ygani tavsiya qilamiz akalar. Mana qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqaveringlar. Mana kelib ko'raman deganlarga lokasiyani tashlab beramiz. Bemalol kelib ko'rib, tepasi savdosini ham qilaverasizlar. Hammasi urg'ochi. Mana. Bular narxiga keladigan bo'lsak akalar 3,600,000 so'mdan Toshkentgacha dostavkasi ichida ketaveradi. Hammasini bir joyga oldim degan insonga dumbar azizlarning ko'ngli hammasi tikka yorma dumbasini. Mana ketaveradi. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bitta oldim degan odam yutadi. Nimaki bunaqa urg'ochilarni kamdan kam hozir. Simjunidan, shu qizillar, simjun hammasi. Bemalol ko'rishlaringiz mumkin akalar. Hammasi o'ynab turgan narsalar, burni oqmagan, quloqlari hammasiniki butun, bitta
Shunday qo'ziniki ini bor ekan. Lekin qolgan hammasiniki butun. Qo'y qilib yetalab yuraman deganlar aloqaga chiqsalaring narxini yo'lida qilib, chiroyli qilib yetkazib borib beramiz. Bemalol tanlab olish akalar. 3 million 800 ming so'mdan tanlab olaverasizlar. Bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi? 3 million 400 ming so'mdan mana o'zim chiqarib beraveraman. 4 tami, 3 tami chiqarib beraveraman. Hamma tomoniga kelishaveramiz. Lekin bitta olib qo'ysalaring 3 million 600 ming so'mdan yutasizlar. Hammasi chiroyli narsa. Soni 8 dona. So'nggi partiyamizga mana ikizakchini udar variantidan onasi bo'g'oz. Mana toza qip-qizilidan so'raganlarga yonidagi bolasi, narigi tomonda yana bitta bolasi turibdi. O'ta ham shu yirik variantdan so'raganlarga mana qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Ikkinchi bolalari bu. Yana onasi, uchinchisiga bo'g'oz. Qonlari buni osilib yotibdi o'zi. Aylantirib aytdik, bolasi ham ko'rinsin-chi. Mana ikkita bolasi ham urg'ochi, tep-teng onasiga yetib olgan. Zo'r variant. Onasining bo'yi 85. Mana qiziqqanlar aloqaga chiqarasizlar. Zo'r variantidan. Mana akalar. Mana akalar, ikkala bolasini qarang. Bir xil akalar, ona bolasi ham yaxshi variantdan. Ishqibozlar bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bolalar aqayibda yurib, bolalar ko'rinadi. Hammasi bir komplekt, urg'ochi variantidan. Qiziqqanlar aloqaga chiqasizlar. Narxi akalar bu uchalasini olganga 16 million 200 ming so'mga ketaveradi. Toshkentgacha dastavkasi ichida ikkita bolasi urg'ochi, tem bo'lib onasi bo'g'oz yana. Mana ko'paytirib yurib. Bundan oldingi ham ikkita tuqqan ekan. Bu ikkinchisiga ham ikkita tuqqan ekan. Mana aloqaga chiqaveradigan variantidan. Chiroyli narsalar. Bolalariga ham o'z pashti qo'chqor qo'ysa bo'ladigan bo'lib qolgan. Onasini qarang, kattaligini. O'zi qorinlar tashab, toza simjim variantidan. Bemalol aloqaga chiqinglar. Akalar, videolarimizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin.